Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi O'z-Qilovatli kotyolimizni Beruniy tumani Navoiy Old Qirg'oq yig'iniga yetkazib olib keldik mana. Dekabr oyida bitta kotyol olgandi bizdan. Shu kotyol ham ishlab turibdi mana. Necha kvadrat bu xonadan? Xonadan 200 kvadrat. 200 kvadratga 30 kilovatli kotyolni qo'yib qo'yibdi. Bu kotyolimiz 30 kilovatli kotyol hisoblanadi. 30 kilovatli 300 kvadratli xonadongacha bemalol bo'ladi. Bu kotyollarimizning ichida 4 dona tipleminnik bor. Tepaga chiqadi, tepaga pastga tushadi. Yana tepaga chiqadi, yana pastga tepaga chiqib, oxiri dimoxoddan chiqib ketadi. Bizning brendimiz Amoteplo, telefon raqamlarimiz. Bu kotyolimizning listlari uchli qora rossiyskiy listlardan bo'ldi. Bir kunlik rasxoti 40 kilodan 60 kilogrammgacha rasxot qiladi bu kotyollarimiz. Tushunmagan bularnikida bor ovqat pishirib kerakli ma'lumotlaringiz bo'lsa, kommentariyada, izohlarda fikrlaringizni qoldiring, javoblarni beramiz. Bu kotyollarimizning ruchkalari mana hammasi regulyovka qilinadi mana. Qopqoqlari hammasi 2 qavat hisoblanadi. O'zbekiston shnurlar qo'yilgan. Qopqoqlar ham bemalol ochiladi mana. Qopqog'imiz 3 qavat bunaqay. Dimoxod tozalash joylarigacha qo'yilgan bunaqay. Ventilator, termostat bu kotyolimizning komplektida bo'ladi. Bu kotyollarning zapravka joyi 45 kilogrammgacha zapravka joyi bor. Kunning issig'ini qarab 40 kilodan 60 kilogacha rasxot qiladi. Bizning manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'it shahri. Kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish seximiz. Kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'yishni so'rab qolamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turishni so'raymiz. Kotyol so'ragan, kotyol olaman deb yurgan videolaringizga shu videoni jo'natib qo'ying. Qiziqqan odamlar bo'lsa, telefon raqamlarini qoldiramiz.